Kutubxonalar ona tilimizni boyituvchi, avlodlar orasida ma'naviy ko'prikdir. Biz yoshlarni o'z tilini sevishga, to'g'ri so'zlashga va chiroyli yozishga o'rgatishimiz kerak. Til orqali inson o'z fikrini ifoda etadi, orzulariga yo'l topadi. Har bir kitob bu o'zbek tilining bir donasidir. Biz sizlarni Til bayrami munosabati bilan kutubxonamizga taklif qilamiz. Bu yerda uzoqli lug'atlarning boy jamlanmasi mavjud bo'lib, tilni o'rganish va uni rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyat yaratiladi. Kutubxonamizda o'zbek, rus, ingliz tillardagi adabiyotlar bor. Bu kitoblar orqali siz nafaqat til o'rganish, balki o'sha tildagi madaniyat va adabiyotga ham chuqurroq kirishingiz mumkin. Til bayrami kunida sizlarni kutubxonamizdagi tillar dunyosiga sayohatga chaqirib, bilim olish va yangi so'zlar bilan boyitishga da'vat etamiz. Albatta, o'zbek tilining izohli lug'ati bu tildagi so'zlarning ma'nosini, ularning grammatik xususiyatlarini, talaffuzini va qo'llanilish joylarini yorituvchi maxsus lug'atdir. Bu lug'at yordamida kitobxonlar so'zlarni to'g'ri tushunishlari, ularni yozuvda va nutqda to'g'ri qo'llashlari mumkin bo'ladi. Shu sababli izohli lug'at til o'rganuvchilar va kitobxonlar uchun juda muhim manba hisoblanadi. U so'zlarning ma'nosini to'g'ri anglash, yangi so'zlarni o'rganish va ularni nutqda to'g'ri qo'llashga yordam beradi. Bu esa tilning tabiiy va to'g'ri rivojlanishiga xizmat qiladi. Ya'ni izohli lug'at tilning kaliti, so'zlarning ma'no va xususiyatini yorituvchi muhim qo'llanmadir. Shu bois kitobxonlarga uni diqqat bilan o'rganish tavsiya etiladi. Agar xohlasangiz, bizning Bunyod tuman axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring va ma'naviy ozuqa oling.